Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Zishan.uz kanali. Bugungi videomizda do'stlar, ya'ni Scratch dasturida qanday qilib kompyuterda, ya'ni Scratch dasturida qanday qilib, ya'ni kalkulyator tuzatishni o'rgataman. Birinchi bo'lib Scratch dasturiga kiramiz va bu yerda o'zimizning spraytimiz bor. Men buni mushuk deb yozaman. Chunki menga bu sprite degan nom yoqmayapti va bu yerda tildan o'zbekchani tanlaymiz. Voy, jahannam. Habibi nuril hayot. O'zbekchani tanlaymiz va bu yerdan fonlar, ya'ni sahnadan o'zingizga xohlagan fonni tanlang. Men bu yerda sokkerni, futbolni tanlayman. Chunki menga futbol judalar yoqadi. Endi o'zgaruvchiga 3 ta o'zgaruvchi yaratamiz. Birinchi son va enter tugmasini bosamiz. Ya'ni ikkinchisiga esa ikkinchi son deb yozamiz va yana enter. Bu yerga yana o'zgaruvchilar esa natija enter tugmasini bossak mana kelib chiqadi. Endi mushukchamizga ya'ni yordam beramiz, ya'ni qanday qilib javob berishini tekshirib ko'ramiz. Uning uchun bayroqcha bosilganda har doim sezgirlikdan ismingiz nima so'rab kutishga, ismingiz nima o'rniga tanlang deb yozamiz va bu yerga shift ni, ya'ni kichkina, ya'ni J harfi bor-ku, ya'ni ayniqsa ruscha J harfi bor-ku, shift bilan o'sha ruscha J harfini ustiga bosamiz va bu yerda plus, virgul, minus, virgul, ko'paytirish, ya'ni virgul bo'lish deymiz va enter tugmasini bosamiz. Bu yerda boshqaruvchida esa agar bo'lsaga amallardan bu yerda, ya'ni tenglikka sezgirlikdan javobni qo'yamiz va plyusni qo'yamiz. Bu yerda esa ismingiz nimani so'rab kutishga birinchi sonni kiriting va unda tugmasini bosamiz. Bu yerda yana o'zgaruvchidan, ya'ni birinchi sonni javobga so'zlash yozamiz. Ya'ni mana javobga so'zlash. Ana endi yana bu yerdan olamiz. Bu yerda endi ikkinchi sonni kiriting deb va unda belgisini qo'yamiz va o'zgaruvchidan buni olamiz va bu yerda ikkinchi sonni ya'ni javobga so'zlash deb yozamiz. Bu yerda esa endi yana mana buni tanlaymiz. Natijani yo'q, amallardan bu yerdan natijani nima kirmayapti? Javob plus javobga so'zlash deb yozamiz. Ana endi tekshiramiz va bayroqchani bosamiz. Tanlanyapti. Men plyusni qo'yaman va enterni kirsak, birinchi sonni kiriting deyapti. Masalan 985 va enter tugmasini bosamiz. Yana ikkinchi sonni kiriting deyapti. 324 va galochka belgisini qo'ysak 648 javobi chiqyapti. Bu yerda yana tekshirib ko'rishingiz mumkin, ya'ni
Plus belgisini qo'yamiz. Bu yerda 200 raqamni qo'yamiz. Bu yerda esa 300 va tugmani bossak, mana javobi chiqyapti. Mayli akalar, videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va kommentariyaga yozing. Sog' bo'ling.